Ye, vermishilkalla keldingmi? Ye, bu kim? Bular Hikmat aka Buxorodan mehmon. Ye, sonday mehmon keladimi? Ye, gap yo'q. Mehmon otangday ulug'. Bir mehmon qilaylik Hikmat akamni. Hikmat akam to'riga o'tirg'iz. Zabish qilibsan. Singilcha, shu restoranni eng zo'r ovqatlardan bering shu mehmonimiz maza qilsin, ha? Mehmonjon, endi nima ish qilasizlar bo'lmasa? Shu boy akalar ichadigan choy, Ahmad choyini dilerimi? Ahmad jo'yin dillarmisiz? Kimni olib kelding, jo'ra? Maza qiling. Voy, vahshiy yomon qilibdi-yu, ha? Ja, buncha mehmondorchilik kerak emas edi aka. Mehmon, unday demang. Har doim ham kelyapsizmi? Bir mehmon qilaylik dedik-da bu menga. Vahshiy zo'r bo'libdi, ha, jo'ra? Shotmi? Men shuni hojatxonaga borib kelay, hozir 5 minutda kelaman. Bilan telefon. Hozir kelaman. Alo. Stol ustida Zubasiskiy yo'q. Nima qayerda bor Zubasiskiy? Shotni o'zidan bilib to'lasin-da. To'lasa kerak, Ahmad joyin dileraman dedi-ku. To'la. Yaxshi ham stol ustida Zubasiskiy yo'q ekan-ey. Mehmonimiz shotni to'lab olsin-da, ish qilib. Qizlar, ana 13-chi stolni ko'rib olinglar-da, shotni to'ladim ekan. Срочно. Rahmat zo'ramas. O'zi to'layapti. Ha, to'layapti. Aka, kamchilik bo'lmadimi? Yaxshi o'tiribsizmi? Bugun shot to'lamaysiz aka. Bugun biz mijozlarimizga Garazonning 2-filiali ochilish munosabati bilan pul olmaymiz. Pul nima deyapsiz? To'laymiz. Mehmon. O'zim to'layman. Men to'layman. Keldim Buxorodan mehmonim. Yo, men to'layman, jo'ra, qo'y. Agar bolalar juda hijrat bo'lsangiz agar, mayli to'layveringlar bo'lmasam. Erkakmisiz? Bitta gapiring. Tushundingizmi? Bitta gapiring. To'lamaysan dedingizmi? Endi qilsing-da, ya.